2024 yil 8 ayning 27 kuni Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Volker Türk Uyghur elida davamlaşıyotgan bastırışni e'tirof qilib, Şinjangda haqiqatan ko'plagan bo'lmug'ur qonun va siyosatlar bor degan, hamda Xitoy hukumatiga davomli besim qilib, xohlagancha tutqun qilingan kishilarni qo'yib berishni talab qiladiganligini, yo'q qilib bitilgan kishilarning izdi erkini qiladiganligini bildirgan. U mundaq degan, Xitoy hukumati garchi 2022 yil e'lon qilingan Şinjangning kishilik huquq ahvoli haqidagi dokladda berilgan takliflarni qabul qilishni rad qilgan bo'lsa-mu, kishilik huquq oliy komissari ishxonasi ularni bu taklifni amalllashtirishga davomli chaqirdi. Kishilik huquq mutaxassislarining bildirishicha, Birleşken Devletler Teşkilatı'ga a'zo davlatlarning mazkur dokladda chiqarilgan yakunni himoya qilish va Xitoyga besim qilish mas'uliyati bor ekan. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Michelle Bachelet Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan kishilik huquq jinoyatlari haqidagi Şinjang dokladini e'lon qilganiga 2 yil bo'lgan bir vaqtda Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 27 avgust kuni axborot e'lon qilib, Uyg'urlarning yanada Xitoyning bostirishiga uchrayotganligini, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın əmdi qat'iy harakatga o'tib, Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlarini to'xtatishi kerakligini talab qilgan. 2022 yil 8 ayning 31 kuni Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari e'lon qilgan dokladda Xitoyning Uyg'ur elidagi kishilik huquq jinoyatlari paketlik bayon qilinib, bundaq qabih dafsandichilikning insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirgan bo'lishi mumkinligi o'tirg'a qo'yilgan edi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bu qitim e'lon qilgan axborotda Birleşken Devletler Teşkilatı Şinjangdagi kishilik huquq ahvoli haqida Xitoyni ayblaydigan doklad e'lon qilinganligining 2 yillik arifasida kishilik huquq oliy komissari va Birleşken Devletler Teşkilatı'ga a'zo davlatlar Xitoyni Uyg'ur qatorliq millatlarga qaratgan ziyonkashligini to'xtatishga besim qilish kerak deyilgan. Axborotda yana kishilik huquq mutaxassislari Xitoyning bir yoqdan Uyg'ur va boshqa turkiy xalq musulmonlari ustidan insoniyatga qarshi jinoyatlarni yurgizish bilan bir vaqtda bu jinoyatlarni butun kuchi bilan inkor qilishga urinib kelganligini o'ttirg'a qo'ygan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy ishlari bo'limining muavin boshlig'i Ma Yawang mundaq degan: Xitoy hukumati Şinjangdagi allaqachon isbotlangan jinoyatlarni inkor qilishda ching turib kelmoqda. Buning hayron qolguchiligi yo'q. Ammo Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari va Birleşken Devletler Teşkilatı'ga a'zo davlatlar bu ishni bo'sh qo'yib etmasligi, uningga kuchli tadbir qo'llanishi kerak. Xitoy hukumatining tashviqotlarining aksicha Şinjangdagi millionlagan Uyg'urlar Xitoyning jazosidan og'ir g'azab chekmoqda. Axborot ta'kidlanishicha, o'tgan 2 yildan buyon Xitoy hukumati Uyg'ur elidagi bostirishni to'xtatish haqidagi chaqiriqlarga pisand qilmay, Uyg'urlarni xohlagancha tutish, qiynash, izdiraksiz yo'q qilib etishni davom qilgan. Ularni keng ko'lamli ta'qib nazorat ostiga olgan. Ularning madaniyati va diniy e'tiqodiga buzg'unchilik qilgan. Oilalarni xonavayron qilgan, majburiy emgakka solgan, ayollarga jinsiy zo'ravonlik qilgan va ularning tug'ish huquqini cheklab o'tgan. Bu yil 9 ayning 9 kuni o'tkaziladigan Kishilik huquq kengashi yig'inida dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlar birdek ovoz chiqarib, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Huquq oliy komissarligidan Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlarining javobgarligini surishtirishni talab qilish kerak ekan.